ana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni yod etamiz. Ularning xotirasi pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Ota-bobolar xotirasini e'zozlash. Barpo etilayotgan komplekslar. Ta'mirlanayotgan majmualar. Qo'llab-quvvatlanayotgan urush qatnashchilari va faxriylar. Keksa avlodga hurmat. Yaqinlarni qadrlash. Tinchlikni asrab-avaylash. Ozod yurt va musaffo osmon uchun shukronalik. Bu xotira va qadrlash siyosati. Bu xotira va qadrlash tuyg'usi. Muhtaram urush va mehnat faxriylari, vatanimizning haqiqiy qahramonlari bo'lgan siz azizlarni, sizlarning timsolingizda ko'p millatli butun xalqimizni xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman.